Xalqimiz orasida tarqalgan juda bir yomon gap bor. Oldingilar dori ichmagan, davolanmagan. Hozirgilar ko'p dori ichgani uchun ham nozik bo'lib ketgan degan gap yuradi. Bu gap rostmi, yolg'onmi? O'zi qayerdan keldi bu gap? Daryo bergan ma'lumotlardan tayanib qaraydigan bo'lsa, 1000 ta aholidan yangi tug'ilganlardan 18 tasi 1 yoshgacha halok bo'lar ekan. Ya'ni 50 tadan bittasi taxminan bo'ladi. SSR paytidagi KGBni statistikasini o'rganib chiqqanimda shu ma'lumotlar chiqdi. Shularni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. SSR eng gullagan payti 1985-yil bilan solishtirsak, u davrda 1000 ta aholiga 35 ta bo'lgan. Deyarli hozirgi holatdan 2 barobar ko'p bo'lgan. Uyda o'lganlar inobatga olinmagan, shu holatida bizdan 2 barobar ko'p. Yoki yaxshisi mana 2 asr oldin qaraydigan bo'lsak, dunyo bo'yicha 20% gacha o'lim etilgan. 5 ta tug'ilgan boladan bittasi o'lgan degan statistikalar bor. Bu statistikalarni qarashun yosh kattalarni eslasanglar yoki so'rasanglar yosh kattalardan, ular aytishadiki, bizning 10 ta 15 talab opa-singillarimiz bo'lishgan yoki xola tog'alarimiz bo'lishgan, lekin ko'pchilik o'lgan deyishgan. 1950-yillarga kelib Alexander Fleming yaratgan penisilinni keng tarqalishi va vaksinatsiyalarni, tibbiy xizmatlar rivojlanishi bilan dunyo bo'yicha o'limlar kamayib, SSRda 60-yillarda eng past natija bo'lgan. Shu ham bo'lsa 1000 ta aholiga 1000 ta tug'ruqqa 22 ta o'lim holati kuzatilgan. Hozirgi holatimizda 18 ta, ya'ni hozirgi holatimizda ham o'sha uyda o'lganlarni inobatga olmagandagi SSR holatidan ham bu yaxshi ko'rsatkichni ko'rsatyapti. Endi bunga qo'shimcha qiladigan bo'lsak, hozirgi paytdagi O'zbekistonda holati dunyo bo'yicha, misol uchun yetakchilardan Singapur, Norvegiyalardan deyarli 10 barobar ko'p. Bu degani bizlarni hali qilishimiz kerak bo'lgan ishlar juda ham ko'p. Shunaqa paytida sog'liqqa e'tibor berish o'rniga biz hayotdagi xayolotimizga e'tibor berib, oldingilar baquvvat bo'lgan, oldingilar hech nimaga qaramagan deb tibbiyotni yanada tibbiy xizmatni orqaga ketishimiz bu inson salomatligiga juda katta ziyon keltiradi. Ya'ni bizlarni hali oldimizda qilingan ishlar juda ko'pki, biz hech bo'lmasa 10 barobar yaxshilashimiz kerak. Ya'ni 1000 tada 2 ta bilan 1000 tada 18 tani osmon bilan yerchalik farqi bor. Bu narsalarga katta e'tibor berish kerak.